Abrarbek, Mana. ikkalasini shu olibsiz. Shu chiroyli ekan bular, ha? Bunisi qo'chqor. Ha, bunisi qo'chqor. Bunisi urg'ochi. Bunisi urg'ochi. Bitta qorindan talashib tushgan, xudo xolasa. Ha, egizchimi bular? Ha, mana. Quloqlari oq yuzidan mana. Haqiqatan o'shadan ketar ekan. Hurmatli obunachilar, Shular ham ichida ketaveradi, shular. egizchi varianti ekan, hurmatli obunachilar. Mana. O'zingiz Orqalarini ham ko'rsatingiz. orqalari ham mana shu chiroyli. Sutga to'ygan, xudo xolasa. Haqiqat. Bo'g'oz bular. Ha, endi naq deb aytolmaymiz, bunisi lekin yaqinroq. Ular bo'g'oz qo'chqorlarni yurganda. Qo'chqorlarni yurgan ekan. Qo'chqorlarni ko'rsataman hozir. O'sha qo'chqorlarni yurgan. Qo'chqorlar ham hozir bundan keyingi partiyada chiqadi, hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasiz. Orqa boshlari mana osilib qolgan. Mana hurmatli obunachilar, yeb ichishda umuman muammosi yo'q ekan, Abrarbek. Yo'q. Mana buni qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy o'ynab turibdi mana. Yo'q, qarang, mana chimo yuzini qarang, qidirqilib. Yuzi zo'r ekan, yuzi ham qimmat ekan. Qo'ymi bu, tuyami, Abrarbek? Qo'ydi. Qo'y Zo'rida olib kelib qo'ydim. qo'y laqabli tuyami, Abrarbek? Ha, shunaqa. Yana kelib qoldi. Yana yeb qoldi, ha? Obunachilarimizga mana xudo xolasa. Quloqlari ham Oq chiroyli, yuzidan, oq yuzidan ekan. oq qulog'idan mana. Mana. Mana shu g'ovdaga qarang. Ha. Bashari ham katta. Aha. Oldida quloq kichkina o'tirmayapti. Qulog'i ham 20 pils. 20 fils qo'ying. 20 pils. Ko'rsating, razrezi ham beligacha. Har buni Tushlarga bir e'tibor beringlar. tushini qarang. Rik vesi 100 kilo oshiq. 100 kilo oshiq. 110 kilodan oshiq. Bir ham. 116 kilo yungi bilan chiqdi. Aha. Endi yungini olib tashladi, bir 2-3 kilo chiqib ketgandir. Ha, bo'ldi. Dumbalarni. Mana dumbalari. Hammasi bir-biridan go'zal. Buni ham bo'yin o'lchab qo'yingmi? Buni ham bo'yin o'lchab qo'ying. 85 80 pils dedimmi? Tushlarini qarang, tushlarini. Mana. Tushlari mana yerdan balandligi. Bu ham 80 dan oshiq, Abrarbek. 80 pilsda hammasi bor. Mana qarang, quloqlari, tashashlari, Hop, yakillari ham bor ekan. shakllari bor. Yakili ham bor ekan. Zo'r. Xudo xolasa, Siristan ishketdan keltirilgan ekan, hurmatli obunachilar. 2026-yilda yangi baliq o'zlari yetib keldi, hurmatli obunachilar. Videoni ko'rmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa, pullari o'ta arzon. Chiroyli mana bunaqa yosh variantlardan baliq o'zlari yetib keldi. Assalomu alaykum, qo'chqor oshpozlari, hurmatli obunachilar. Kanalimizni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar uchun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepa Qo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like bosib, mana bunaqa bariq o'zig'ida yurgan aka-ukalarga bu videoda jo'natib qo'yasizlar. Hafta kunimizga bugun 6-aprel. Xo'p, hurmatli obunachilar, hammalariga boshlangan kunlaring xayrli, barakotli o'tsin deya, yana o'sha o'zimizni akamiz Abrarbekni xonadondan boshladik. Abrarbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon Hashim oldingizmi? Obunachilar assalomu alaykum hammalaringga. Abrarbek, Qo'ylar zo'ri keldi, xudo xolasa, yoshlari. barralardan olib kelsiz, Abrarbek? Barralaridan, Aha. keyin hammasidan bor so'raganlar uchun. Abrarbek- Sizdan ham qo'chqordan ham bor. Abrarbek, bugungi necha partiya qo'y chiqaramiz? Qanaqa qo'ylar chiqadi? Bunga hammasi qarashan qo'ylar chiqadi-da bizda doimligi. Necha partiya qo'y chiqarib beramiz bugun? Bunga xudo xolasa 4 partiyacha bor. 4 partiyacha bor. Bo'lib. Qanaqalardan chiqadi bugunga? Barrasidan bor. Aha. To'qliq qo'ylar bor, qo'chqor, sovuliq hammasidan. Katta qo'chqor ham bor bitta. Katta qo'chqor ham bor, urug'likka. Urug'liqqa. Qo'y qo'chqor. Oxirida chiqaramiz. Oxirigacha ko'rib turma obunachilar. Narxlar arzon bo'ladimi? Narxlarni arzon qilamiz, xudo xolasa. Barralarni mana haqiqiy yoshlardan yetib kelibdi. Birinchi partiyamiz Abrarbek, bu yerda nechta dona? Birinchi partiyaga Murodjon Ha, 7 dona. bu yerda 7 dona ekan, hurmatli 7 obunachilar. dona. Xudo xolasa 4 dona urg'ochi. Hammasi mana bu arashallardan ekan, Abrarbek. Arashan yarichka 4 dona urg'ochi. 4 ta urg'ochi, ha? 3 dona qo'chqoridan. Abrarbek, mana bularda bittatasini bo'ynida bo'yin bog'i bor ekan, sariq. Hammasi rangi bir xil-ku. Ha, Qo'chqor sovliq ajrab tursin deb qo'chqorlariga lenta baylab qo'yganman. qo'chqorlarni lentasi bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana Mana shular qo'chqor mana katta qo'y xudo xolasa. katta qo'y bo'lib qo'ygan ekan, Ha, quloqlari qara uzun-uzun. quloqlari ham uzun ekan. Mana o'z chog'larida Qo'chqor. barralar. Eng kattasi o'sha. Eng kattasi bu ekan. Bo'ylari 70 chiqsa kerak shu. Bunisi ham- Mana 65 atrofi. Bunisi ham qo'chqor ekan. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasiz, xudo xolasa. Zo'rlaridan olib keldim. Xo'p, Abrarbek buni yeb ichishlar sinovdan o'tganmi? Yeb ichishlari sinovdan o'tgan. Aha. Hamma yoqda yo'radi. Sutga to'ygan varianti. Mana sizga to'ygan variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Simjun mana, simjun variant. Xudo xolasa. Simjun variantlar ekan, xudo xolasa. 7 bosh dedingiz, 4 ta urg'ochi, 3 ta qo'chqor, to'g'rimi? 3 ta qo'chqor. 3 ta qo'chqor ekan. Bu yerda 7 bosh ekan, hurmatli obunachilar. Mana qo'ylarni qarang.
oxirigacha ko'rib turasiz. Itlari ham zo'r, xudo xolasa böyle. Urg'och mana shu. Mana shu urg'och aka, hurmatli obunachilar. Eng kichkinalaridan biri mana shu. Eng kichkina. Rangi ham Lekin chiroyli ekan juda. zo'r mana. Bunisi ham rangi juda chiroyli. Sherigi bor buni. Sherigi ham bor. Mana bu sherigi. Bunisi sherigi mana, hurmatli obunachilar. Abrarbek, Mana. ikkalasi shu olibsiz. Juda chiroyli ekan bular, ha? Bunisi qo'chqor. Ha, bunisi qo'chqor. Bunisi urg'och. Bunisi urg'ochi. Bitta qorindan talashib tushgan, xudo xolasa. Ha, egizchimi bular? Ha, mana. Oq yuzidan mana. Haqiqatan o'shadan ketar ekan. Hurmatli obunachilar, Shular ham ichida ketaveradi shular. egizchi varianti ekan, hurmatli obunachilar. Mana. O'zingiz Orqalarini ham ko'rsating. orqalari ham mana juda chiroyli. Sutga to'ygan, xudo xolasa. Haqiqat. Zo'r variantlardan ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa yeb ishlar sinovdan o'tgan. Yeb ishlar sinovdan o'tgan, xudo xolasa. Yana bir hafta sinov Bir olishaveradi. hafta sinov olishaveradi yeb ichiga, xudo xolasa. Bemalol bir hafta sinov o'tkazib hurmatli obunachilar. Xo'p, xudo xolasa biz obunachilarga dastlabki qayerga chiqib berasiz? Dastlabkilar vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy qilib beraman. Aha. Yo, kelishilgan holatda vodiy, vohalarga. Vohalarga kelishilgan holatdagi hurmatli obunachilar. Abrobek partiyalar ko'p deyapsiz. Narxiga o'tamiz buni. Narxini yengil qilib beraman. Endi hammasini olsa 3 million 600 mingdan qilib beraman. 3 million 600 ming so'mdan hammasi 7 tasi bir joyga ketsa. 600 dan qilib beraman. Abrobek xayri bormi? O'zi boladan narxini aytdim lekin. Va xayri bormi deganingizga endi qo'ylar ko'ryapsiz? Ha. Yosh variantlar. Mana. Qo'ylarda o'zi hurmatli obunachilar o'zi ko'rishdi. Xudo xolasa qaysi biri yo'sin Aytishi metr mumkin. qilib 1 million deb turib 200 mingdan yana 200 mingdan o'tib beraman deb tushirib qo'yishi mumkin. Ha. 3 million 600 ga. Ana demasa bola deganini aytib qo'ya qoldim sizga. Abrobek, bu yerda narx aytyapsiz bularga. Endi xayrini ham gapirib ketavering. O'zi narxini chiroyli qilib aytdim. Xayri bormi deganingizga? Ha. Endi xayriga ozgina o'tib beraman. O'zi bola degan narxini aytdim. Hammasini olishsin, necha puldan qilib berasiz? Kimligimdan o'tib beraman. U haligi 4 million deb 200 o'tib berib, 2 marta o'tib. Shunda kerak yo'q. 3 million 500 550 ming hammasini yetkazib olib beraman. hammasini yetkazib olib berasiz, xudo xolasa. Chiroyligidan yoshidan parvarish qilib olaman degan aka-ukalarga. Mana, yosh variantlardan xudo xolasa. Mana, barralardan yetib keldi hurmatli obunachilar. Simjun. Hammasi simjun, juda chiroyli. Xudo xolasa olib tashab qo'yinglar. Kuziga borib xudo xolasa bular sizlarga bittadan tug'ib beradi. Xo'p, Abrarbek, xudo xolasa tanlab olishga o'zingiz kelishaverasiz, sirpa qilishaveradi. Ha, o'xshat beraveraman. Bitta ikkita olaman, bitta qo'chqor, bitta so'liq olaman degan aka-ukalarga ham kelishtirib qilib beraman. Bo'ldi, metr qilib tashaverasizlar hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Qo'chqorlarni ko'ryapsiz, mana lentasi bor bo'ynida. Aha. Mana shular qo'chqor. Mana shu Ikkalasi qo'chqor mana. Yana bitta qo'chqori bor. Yana bitta qo'chqor. Bittasi ketib qoldi. Mana. Mana buni surg'ochi ekan. Mana bu qo'chqor. Ha, bunisi qo'chqor. Bo'yni o'lcha ekan qo'chqorlar. Qo'chqorlarning bo'ylari. Nimalar bor? Hammasi razrez zo'r. Dumbalari hammasi razizlar mana tikka hurmatli obunachilar. Juda chiroyli, bir-biridan chiroyli. Xudo xolasa yo'q saloqa ochib ko'rasizlar. Bizda endi keyingi partiya hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga Abrobek urg'ochilarmi bular? Urg'ochilar, to'qlilar, xudo xolasa. To'qli variantlari ekan hurmatli obunachilar mana. Soni ham ozgina, sozgina. Sara ekan, ha? Ujdona, sara ekan. Haqiqat Yuzlarini qarang buni. gullarni olib ishlovlarni berib qo'yilgan ekan. Jundi ichida emas, bori qo'ydi, bori ko'rinadi hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, orqalari ham osilib ketmagan, shalpon quloq variantlardan ekan. Go'zallar degan qo'ydi, haqiqat. Abrobek mana bu o'rtada mana bularda yelimlari ko'chib qolgan ekan. Bo'g'oza bular? Ha, naq deb aytolmaymiz, bunisi lekin yaqinroq. Bular bo'g'oz qo'chqorlarni yurganda. Qo'chqorlarni yurgan ekan. Qo'chqorlarni ko'rsataman hozir. O'sha qo'chqorlarni yurgan. Qo'chqorlar ham hozir bundan keyingi partiyada chiqadi hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasiz. Orqa boshlari mana osilib qolgan. Mana hurmatli obunachilar, yeb ichishda umuman muammosi yo'q ekan Abrobek. Yo'q. Mana buni qaranglar hurmatli obunachilar. Haqiqat o'ynab turibdi mana. Yo'q, qarang, mana yuzini qarang, qidirlar. Yuzi zo'r ekan, yuzam qanday ekan. Metrda olib kelingdi. Metrda bitta o'lchab. Ha, metrlab ketaylik. Yelim tashab qo'ygan ekan. Ozgina yelim bor ekan. Yerdan baram. Bo'ylar mana. Mana chiqqan bo'lsa so'rasiz hurmatli obunachilar. Bor. Tebisdan muammosi yo'q mana. Makkani yeyapti mana haqiqat. Xudo xolasa yemini yeb turgan. Juda chiroyli mana. Xolasa. 3 dona. Odamlarga yengil qilib beramiz. Arashalagan deb Necha oylikka beramiz? Abrobek bo'ladi. 10 oylik atrofi. 10 oylik atrofida hali bo'g'oz, xudo xolasa 100% bo'g'oz.
yelimlari hammasi ko'chib qolgan. Hurmatli obunachilar, Uyga 3 dona. borib, shu parvarish qilib, maza qilib boqadigan qo'ylar-da. Xo'p, hozir mana buni metrlab berdik. Bu eng kichkinasi ekan, qolganlari bundan ozgina balandroq. O'zlaring qarab chiqqan bo'lsa shunga olishaveradi. Shunga qarab, o'zlaring hisoblanib qo'yaverasizlar. Mana, keling, ko'chib qo'ying hurmatli obunachilar. Siz isboti bilan bo'lsin. Mana. Birocha buni narxini sразу aytib ketaylikmi? Bo'ldi, narxga o'tiramiz. Kartiylar ko'p-da, chunki. To'g'ri. Bular 5 million 800 dan beraman. Aha. Dastlabkini qilib beraman hammasini. Dastlabkani o'zingiz Ha, qilib berasiz mana. Abrobek, xayrini ham aytib ketasiz. Xayrinimi? Ha, sразу aytib keting, xayrini shunga qarab telefon qilishadi. Hammasiga 100 mingni o'tib beray. 5 million 700 dan. 5 million 700 dan, ha? Hurmatli obunachilar, 200 olib borib, dastlabkilar ichida qilib beray. Qo'ydi qarang, tiniqligini. Mana. qo'ydi zo'r. degan akalarga savollarga javob bo'ladigan qo'ydi. Haqiqatda zo'rdan ekan. O'ynab turgan mana Ko'kni ham qarang, quloqlarini. quloqlari but-butun, shalpon quloq variantidan ekan, xudo xolasa. Mana shu ko'k yaqinroq ovoz ekan, o'zlaring zo'rlaring. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Abrobek yana ozgincha o'tib bergan joyi bormi? Bir joy olishsa, xayrlik beraman ozgina. tanlab olishga o'zingiz kelishib olasiz. Tanlab olishga ozgina kelishib qilaveramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa telefon qilasizlar, xayr uslatiga yana ozgincha o'tib bergan joyi bor ekan. Bizda endi keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga mana bundaqa qo'chqorlar ekan. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib video semkasini qilib beramiz. Abrobek 3-partiyamizga nechta dona berdi? Soni 5 dona. Soni 5 dona. Zo'rlarini terib qo'yganman. Haqiqiy zo'rlar ekan. Avgustga olib borib, urg'ochilarga qo'shaman degan aka-ukalar uchun pulini yengil qilib beraman. Aha. Shu paytda qo'chqorni qo'l bo'lmaydi lekin. To'ppa-to'g'ri. Olib qoling. Mana olib tashlab o'zlaring tarbiya qilib olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Haqiqiy. Qo'llar zo'rlari. Bo'y bastlarini ham o'lchab chiroyli qilib beramiz, a? Bo'ylari ham yaxshi, oyoq qo'li uzun. Qirg'iziston qo'ylari hammasi. Arashan maroda. Quloq tashab qo'yishlarga yetib berasizlar. Ko'zlarini, tumshuqlarini oldilar mana. Oq ekan, haqiqiy arashan paroda qo'ylar. Qarang oq yuzida bittasi. Mana oppoq ekan yuzi. Oq yuzida. Oppoq ekan, orqalari mana oyoq kiyimlik. Oyoqlariga aytib berasizlar, oyoqlari ham baquvvat ekan, xudo xolasa. Stakan yo'qman. Birocha buni bitta bo'yini ham o'lchab ketaylikmi, birocha? Ha, bo'ylarni ham o'lchaylik. Mana kelganini o'lchaylik chiqani. Qani? Metrda olib kelingchi, metrda bir bo'ylarni bir o'lchab o'taylik. Mana hurmatli obunachilar, Mana bo'ylar yerdan baland. yerdan balandligi. qo'yib. Otang. 80 dan oshiq. 85 atrofida. Ha, 80 pilis olish olsa. 80 plyusga berasiz-a? Yo, bonus. Yo'q, bonus aka hurmatli obunachilar. Mana dumbalari haqiqat. Dumba oxirigacha. Stakanchani yorma dumba ekan. Yana bittani ushlab ko'raman hozir. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'p turasiz. Shuni oldin bir ko'rsatib qo'yaylik obunachilarga dumbalarni. Mana dumbalari Hammasi bir-biridan go'zal. Buni ham bo'yini o'lchab qo'yaymi? buni ham bo'yin o'lchab qo'yaylik. 85 80 pilis dedimmi? Tushlarini qarang, tushlarini. Mana. Tushlari mana yerdan balandligi. Bu ham 80 dan oshiq biroq. 80 pilisda hammasi. Mana qarang, quloqlari, tashashlari, Hop, yakillari ham bor ekan. yakillari bor. Yakillari ham bor ekan. Zo'r. Xudo xolasa. Sirisdan ishketdan keltirilgan ekan hurmatli obunachilar. Abrobek, yosh oilalar nima deymiz bularda? Bular 8 oylik atrof hammasi. 8 oylik atrof. Tuzmagan hali, qo'zi. 8 qo'zilar. 8 oylik atrofidagi hurmatli obunachilar. Yaqinroq qarang, qulog'ini qarang. Quloqlari ham Tashashlari uzun zo'r. ekan. Orqalari ham kelishgan. Orqasini olma. Tushlari hamma yog'i kelishgan. Orqasini ol. Orqasi ham mana haqiqat razrez ham dakansiyaga hurmatli obunachilar. Hammasini bu nuqsoni yo'q ekan. Mana 8 oylik atrofida dedingiz, 8 oyligida 80 dan oshishyapti bo'ylari. Bo'ylar 80. Ha, yana ozgina boqsalar, xudo xolasa 91 metr atrofida bo'lib ketadi. Xo'p, Abrobek buni yebishdan muammosi yo'q, xudo xolasa. Zo'r. Aha, bir 10 hafta kunga garantiya beraveraman. bo'ldi. 10 kun ham Yemini yeb turganda chunki bu. Yemini boshlatgan qo'ylar. yeb turgan badallari ham yaxshi, jullarni olib, ishlovini berib qo'ygan. Abrobek buni narxiga o'tamiz endi. Narxini xudo xolasa 7 million 8 million yo'q narx. Xudo xolasa 7 ni pastga chiqarib beraman. Hech pul qilib berasiz biz obunachilarga endi. 6 million 800 dan beraman. 6 million 800 dan. 6 million 800 dan. Unaqa demang, Abrobek sizga yarashmaydi. Tushib berasiz Yaxshi narx. narx bo'ldi. Yo'q. Meni gapimni oling. Yana общий summadan bir tushib bering, hammasidan bitta tushib bering. 500 ming tushib beraymi? 6 million 700 dan. Ha. Maydalar 500 ming, 400 ming emas.
1 million tushib beray. Aytgan narximga. 1 million. Ha, yetkazib olib borib beraman, xudo xolasa. Hammasi bir joyga ketsa, 6 million 600 dan ketaveradi. 6 million 600 ming so'mdan ketaveradi. Ketaveradi hammasi. Hurmatli obunachilar, 6 million 600 ming so'mdan. Mayda juda qilmadim. Aha. Telefon odamni mayda juda qilmasin, xudo xolasa tanlab xohlasa hammasini olishsin. Olsa bitta ikkita qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Dumbasini o'zini olaman degan aka-ukalardan qilib berilaveradi. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa bitikda ham sotilaveradi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qaysi biri yoqsa metkani qilib tashlayverasizlar, xudo xolasa. Ishlayman deb Video olaman degan aka-ukalar o'sha telefon qilsa video qilib beraveraman erinmasdan. Ha, erinmasdan video qilib berar ekanlar, xudo xolasa. Aloqa qilib ko'rasizlar. Takroriy video so'raganlarga xudo xolasa o'zlaring realni olaman desang aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni mehnat qadrlab, shu mehnat qadrlab bittadan like bosib qo'yasizlar. Video yo'qsa, xudo xolasa otangga rahmat deb tursalar, mana Abrorbek Arzon qilib beraman. arzon qilib chiqaveradilar. Hech kim aytgan narxiga sotmaydi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, shoshilib talash tortishib olarasizlar. Keyingi partiyaga o'tiramiz, Abrorbek. Keyingi partiyaga o'tiramiz. Bo'ldi, bizda keyingi partiya hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyaga Abrorjon qo'ymi bu, tuyami Abrorbek? Qo'ydi. Qo'yga Zo'rida olib kelib qo'ydim. qo'y laqabli tuyami Abrorbek? Ha, shunaqa. Yana kelib qoldi. Yana yeb qoldi. Obunachilarimizga mana xudo xolasa. Quloqlari ham Oq chiroyli. yuzidan, Oq yuzidan ekan. oq qulog'idan mana. Mana. Mana shu gavdaga qarang. Ha. Bashari ham katta. Aha. Oldida quloq kichkina o'tirmayapti. Qulog'i ham 20 plyus. 20 fils qo'y. 20 plyus. Ularni ham o'lchab beramizmi? Endi o'lchayman, metrni ham cho'ntagimga solib chiqdim men. Metrni ham o'lchab beramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar. Mayli. Rabjon. Mana. Ular 20 20 yarim ekan. 20 ga olishaversin. Endi bu qo'shni qo'ydingmi, qo'ymadingmi, mayda haligisi bor-da, o'lchaydigan joyi. Aha. 20 ga olishaveradi ular. Hamma har xil o'lchaydi. 20 ga olasizlar. Mana orqasini ko'rsating. Razrezi ham belligacha. Razrezam vakansiyaga oyoq kengligiga e'tibor berasizlar. Juda Murodjon, chiroyli, xudo oyoq xolasa. kengligiga qarang. Oyog'ini bitta olindi, semizligini qarang. Oyoq ham. Mana. O'ta qalin. O'ta qalin, o'ta. Bolani ham zo'r beradi. O'ta yo'g'on ekan haqiqatan. Garbon. To'shlarga bir e'tibor beringlar. To'shini qarang. To'shlari juda chiroyli. Lekin tirik vesi 100 kilo oshiq. 100 kilo oshiq. 110 kilodan oshiq. 110 kilodan ham oshiq ekan. Videosi bormi buni ham? Videosi qilib berilaveradi videosini. Videosi bor. Videosi ham. 116 kilo yungi bilan chiqdi. Aha. Endi yungini olib tashladi, bir 2-3 kilo chiqib ketgandir. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, videosi ham bor ekan. So'rasalar kilasini ham, kilani ham haqiqiy bosadigan varianti ekan. Mana et oshi ham haqiqiy zo'r ekan. Qo'ya qo'shqani tavsiya qilamiz sizlarga. Xo'p, Abrorbek bu Yaqinroq olindi, Murodjon. Simjimda bu. Hamma yo'q, kelishgan. Taglari ham oq mana. sizlar ham oq ekan. Siz xohlagan qo'y, obunachilar, sizlar xohlagan qo'y. Abrorbek tishini ko'rsatib qo'ying shuni. Yosh oilalarni ko'rib o'taylik endi buni. Tishi 4 tish ekan. 4 tishga o'tdi. 4 tishga o'tibdi Bu hurmatli obunachilar. yoqdan oling. Bu yoqdan ham yo'g'idan ham olaveraman. Hamma yo'g'i kelishgan ekan haqiqat. Lekin eplab bo'lmayapti. Xudo xolasa Abrorbekga bir 40-50 ta qo'yib odamlarga tavsiya qilar ekansizlar buni. Qo'shgan Xudo xolasa haqiqat zo'r bo'ladi. Abrorbek buni bo'yni ham o'lchab o'taylik buni ham. Bo'yni o'lchab ketaveramiz. Metrda olib keling shu metrda. Sразу metrlab ketaylik. Yerdan balandligi. Yerdan balandligi mana. Chiqqaniga 90 dan oshiq. Qo'limni qo'yib turay. Qo'lingizni ham qo'ying. Mana. 95 ga ozgina bir 2 sent yetmay qolar ekan. 95 ga yetmay qolyapti. Ha, yetmay qolyapti. 92 olishaversin 92. 90 plyus qolishaversin. 94 chiqsa ham mayli, 92 ga olishaveradi. 90 plyus mayli. 90 plyus qolarasizlar hurmatli obunachilar. Buni tashlab qo'yishlarga e'tibor berasizlar. Haqiqiy qo'y baquvvat. Siz bo'yingiz necha Abrorbek? Men bo'yim 177. Mana ko'hlari turibdi qo'y. Qo'yni o'zlaringiz tasavvur qilaveringlar mana. 170 ekan Abrorbek bo'ylari. Haqiqiy qo'y. Zo'r qo'ydi mana. Hurmatli obunachilar. Maqtovga arziydi-da, shuning uchun maqtayapmiz. Aybi nuqsoni yo'q. Kommentariyada maqtovni sotmaysam deydiganlar bor. Endi maqtovsa arziydi ham, beli ham mana ko'ryapsiz. Yo'q, hamma ma'lumotni buni berib o'tib ketish kerak. Nimagaki? Chunki Buni puli ham arzon bo'lmaydi, Abrorbek. Qiziqqan odamga, kerak odamga sotamiz. To'g'ri. Olgan odam ham lekin hamma yo'g'ini Baraka so'rab, topadi lekin. so'rab yetib oladi. Mana gar bu narsalarga e'tibor berasizlar. Hamma yo'g'i kelishgan ekan. Hamma ma'lumotni Abrorbek berib oldik. Endi buni narxi qoldi. Narxini 13 millionga qilib beraman. 13 millionga? Xayr ustoz bormi Abrorbek?
hayır sunnatimi? Hammasiga hayır sunnat qilib beryapman. Ha, bunga qilib berasiz. 100 ming, 200 ming emas. Ha. Raza 500 ming o'tib beraman. Aha. Lekin so'rashmasin. 12,5 millionga vodiy bo'lib Toshkentgacha besplatni yetkazib olib borib beraman. O'zingiz yetkazib olib berasiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Hamma ma'lumotini berib o'tdik, xudo xolasa. Qo'yib qo'shgani haqiqiy zo'radan, tozasidan boqaman degan obunachilarimizga xudo xolasa oyoq qo'llari baquvvat, yuzlari mana yuzlari ham tiniq oppoq variantda tumshuq, ko'z oldi oppoq, quloqlari 20. Xudo xolasa turtishda haqiqiy to'shlari ham kelishgan, hamma yog'i juda chiroyli qo'y yetib kelgan ekan, xudo xolasa. Brend ranglari. Rangi ham haqiqatdan simjun chiroyli mana bunaqa arashan parada qo'shgan yetib kelgan ekan. Xudo xolasa shoshilib aloqa ochib ko'rasizlar. Xudo xolasa 12 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib olib beraman dedingiz a? Ha, xudo xolasa. Bo'ldi. Telefon qilishsa yana ozgina o'tib beraveraman. Yana o'tib berasiz a? Qiziqqa odamga lekin. Bo'ldi, xudo xolasa. Ashaddiy ishqibozlar aloqa ochib ko'rasizlar. Xudo xolasa takroriy videoga ham menimcha hojat qolmadi, xudo xolasa. Ha, hammasini qo'ldan kelgancha sizlarga o'lchab berdik. Abrobek yana bitta tomoni qoldi. Iloji bo'lsa metrlab ketaylik, shuni endini ham ko'rsatib ketaylik. Endini ham ko'rsatib ketaylik. Mana oxirgisi mana. Hurmatli obunachilar. Metrga yaqinmi? Mana 95 dan oshiq 90. 95. 95 ga berasiz a? 95. 95 ga berakansiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qiziqqanlar aloqa ochib ko'rasizlar. Biz Abrobek so'nggi partiyamidi bu? So'nggi partiya. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Havas qilganlar bittadan like bosib, qizartirib qo'yinglar. xudo xolasa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana shunday qo'ylar sizlar uylaringizda 100 talab, 200 talab bo'lsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar. Abrobek obunachilarga nima deymiz? Like bosib, yaxshi kommentariya bildirsa, xudo xolasa yana narxlar sindiraveramiz. Bo'ldi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.